Quyosh ostida yolg'iz. Issiq iyul kunlaridan biri edi. 12 yashar Jasur maktabdagi yozgi lager bilan sayohatga chiqdi. Ular Qizilqumning chekkasidagi qadimiy xarobalarni ko'rish uchun avtobusda yo'lga tushdi. Yo'l uzoq edi, ammo Jasur zavqlanardi. Bu uning birinchi marta cho'lni ko'rishi edi. Xarobalarga yetib kelgach, guruh sayr qilishga tushdi. Jasur esa do'stlaridan biroz orqada qoldi. Bir g'ayrioddiy toshni ko'rib, unga yaqinlashdi. Toshlik ortida sirli darvoza bor edi, yarim ko'milgan eski eshik. Qiziquvchanlik unga g'alaba qildi. Ichkariga kirganini o'zi sezmay qoldi. U chiqib kelganida guruh ketib bo'lgan edi. Cho'l jimjit. Faqat qum va issiqlik. Telefon signali yo'q. Suv tugab borardi. Jasur bir necha daqiqa ichida yolg'izligini anglab yetdi. Ko'ziga uzoqda miltirayotgan bir narsa tashlandi. Bu eski quduqqa o'xshardi. Unga qarab yurdi. Yurish oson emasdi, oyoqlari qumga botardi, boshi qiziy boshladi. Ammo umid bor edi, u taslim bo'lmadi. Nihoyat quduqqa yetdi. Suv deyarli yo'q, lekin sovuq soyasi bor edi. U dam oldi. Quduq yonida siniq kompas topdi. U kompas yordamida shimolni aniqladi va lagerga qaytish yo'lini taxmin qila boshladi. U bir necha soat yurdi. Quyosh botishga yaqin edi, qum ustidagi izlari asta yo'qolayotgan edi. Nihoyat uzoqda chang ko'tarildi. Bu qidiruvchilar edi. Jasurni qutqarishganida u holdan toygan edi. Ammo ko'zlarida g'alaba nuri bor edi. U qo'rqmadi, u kurashdi. Va eng muhimi, u o'ziga ishondi. Jasur qutqarilganidan so'ng lagerga qaytdi. Hammaning nigohi unda edi. Bir necha soat cho'lda omon qolgan bolaning jasorati barcha hayratini oshirdi. Ammo Jasurning yuragida tinchlik yo'q edi. Quduq yonida topgan kompas va unga o'ralgan eski pergament parchasi xayolidan ketmasdi. Tunda, lagerda hamma uxlab yotganda, Jasur chirog'ini yoqdi va pergamentni yana ko'zdan kechirdi. Qurigan siyoh izlari orasida nimadandir darak beruvchi belgilar bor edi. Ular xarita bo'lishi mumkin edi. Ertasi kuni u buni yetakchisiga ko'rsatmoqchi bo'ldi, lekin ichidagi sarguzasht ruhi unga boshqa narsa deganday bo'ldi. Bu meniki. Bu sirni o'zim ochishim kerak. U quduq topilgan joyga yana qaytishga qaror qildi. Bir necha kun o'tib, lager tugadi. Barcha bolalar uyga ketdi, lekin Jasur bu borada ota-onasini ishontirib, cho'lga ilmiy ekspeditsiyada qatnashadigan tog'asining oldiga borishga ko'ndi. Tog'asi Arslon aka, geolog va tarixiy yodgorliklar bo'yicha mutaxassis, Jasurning hikoyasiga ishonmadi, biroq xaritani ko'rib, ko'zlari chaqnadi. Bu qadimgi Humoy qasrining xaritasi bo'lishi mumkin. Bu joy allaqachon yo'qolgan deb o'ylashardi, dedi u. Va ular birga safarga tayyorlana boshlashdi. Ular yo'lga tushdi. Xarita ularni qum ostiga ko'milgan xarobalar tomon yetakladi. Issiq shamol, qum bo'ronlari, lekin Jasur endi tajribali edi. U bilardi, har bir iz yo'qolishdan oldin uni ko'rib qolish kerak. Ular xarita belgilagan joyga yetishganda, qum ostidan yarim ko'milgan oltin suyakli eshikni topishdi. Bu yerda qadimiy shahar bor edi. Qazishni boshlashdi. Jasur ilk marta tarixni faqat kitobdan o'qib emas, o'zi kashf etayotgan edi. Ammo bu hammasi emas edi. Xaritaning orqa tomonida shunday yozuv bor edi. Qasr ichida yashiringan sir faqat pok qalbli bolaga ayon bo'lur. Jasur bu sirning negaligini hali bilmasdi. Ammo u bilardi, bu boshlanishi edi. Haqiqiy sarguzasht endi boshlanayotgan edi. Jasur va tog'asi Arslon aka qadimiy qasrga kirishdi. Eshik og'ir va sirli naqshlar bilan bezatilgan edi. Ular ichkariga kirgan zahoti harorat o'zgardi. Tashqaridagi jazirama o'rnini sovuq, hozir go'yo hayot to'xtab qolgandek jimjitlik egallagan edi. Uzoq yo'laklardan o'tib devorlardagi yozuvlarga duch kelishdi. Bu yozuvlar eski So'g'di tilida edi, lekin tog'asi ularni o'qiy olardi. U asta-sekin tarjima qila boshladi. Kimki yuragida yolg'on bo'lsa, bu yo'ldan qaytsin. Kimda poklik va jasorat bo'lsa, sir unga ochilar. Shu vaqtda pol ostida nimalardir g'ijirlay boshladi.
Jasur ko'zini devorga qadagancha qadam tashladi. Birdan oyoqlari tagidan tosh chekinib pastga, qorong'i yer osti yo'liga tushib ketdi. Tog'asi yuqorida qolib ketdi. Jasur esa qorong'ida bir necha daqiqa hushsiz yotdi. O'ziga kelgach, yon chirog'ini yoqdi va atrofga nazar soldi. Bu yer g'orda qadimdan qolgan xonalar edi. Devorlarda rasmlar bor, jangchilar, yulduzlar, olov va bir bola surati. Bu menmanmi? deb o'yladi Jasur yuragi hapriqib. Chunki rasmdagi bola ham uning singari bo'ydoq, qora sochli, qo'lida kompas tutgan edi. Birdan devorda o'yma tarzda quyidagi yozuv paydo bo'ldi. 4 jumboq, bitta kalit. Kalit poklik, sabr, aql va jasoratda. Shu bilan birga pol ustida 4 ta tosh ustun paydo bo'ldi. Har birining ustida jumboq bor edi. Ko'zim yo'q, yurmayman, ammo dunyoni kezaman. Men kimman? Aksim bor, tanam yo'q. Quyosh bo'lsam, yo'qolaman. Bir so'z ayt, u butunni buzadi. Faqat yurak bilan ko'rish mumkin bo'lgan narsa nima? Jasur boshida qo'rqqan bo'lsa-da, jim bo'lib fikrlana boshladi. Birinchisiga javob xarita. Ikkinchisi soya. Uchinchisi yolg'on. To'rtinchisi sevgi. U ustunlarga bu so'zlarni tovush chiqarib aytdi. 4 ta ustun siljidi. Devor ochildi. Ichkaridan nur yog'ildi. U xona ichiga kirganida katta sandiq ko'rindi. Sandiq ochiq edi, ichida esa oltin yoki zargarlik emas, balki kitoblar, qo'lyozmalar va olimlar kundaliklari bor edi. Bu bilim xazinasi edi. Qasrga qadim zamonlarda yashagan olimlar o'z sirlarini yashirishgan, faqat munosib bolaga uni ishonib topshirishga tayyor bo'lishgan. Tog'asi pastga tushganida Jasur kutayotgan edi, qo'lida qadimiy qo'lyozma bilan. Tog'asi unga qarab kuldi. Jasur, bu tarixni o'zgartiradigan topilma. Ammo eng muhim narsa nima edi, bilasanmi? Jasorat emasmi? Yo'q. Yurakdagi poklik. Chunki aynan shuning uchun bu senga ochildi. E'tiboringiz uchun rahmat.